Buni qaranglar. Ko'rinishda Rossiyaga mazaliga o'xshamayapti-ya. O'xsharmikan, ha? Deb turib bulutli shirinlikni tayyorlashni boshladim. Rostdan ham o'xshirmikan? Internetda virusday tarqayotgan yana bitta desert olmali sufleni chestnoy otziv qilamiz. Bu shirinlikni hamma har xil etyapti. Sufle, marshmallow, puding, lekin nomi nima bo'lganda ham asosiysi bu mazasi va o'xshab chiqishi. Mana videolarda ko'rsatishgandek qilib, olmani artib, to'rab, shakar, suv solib 20 minut qaynatib oldim va blenderda ezib oldim. Eng qiyin jarayon bu mikserlash bo'ldi. Boshidagi 10 minut o'xshamadi, masalliq uvol bo'ldi deb o'ylaysiz. 15 minut bo'lganda oppoq bo'lib ko'payishi boshlaganini ko'rib, menda ham o'xshavotdi, retsept rostdan ham zo'r ekan deysiz. Da, retsept hammada 100% o'xshab chiqadi. O'xshamasligiga 10 dan 10 baho qo'ydim. Lekin degan joyi bor qizlar. Bu shirinlik hammani ham tabiga tushib keturmas ekan. Ya'ni 100% hammaga yoqadigan shirinlik deyolmayman. Shuning uchun mazasiga 10 dan 7 qo'ydim. Chunki bitta menga emas, uyimdagilarga ham unaqa mazasi yoqmadi. Ayniqsa farzandlarimga umuman yoqmadi. Shuning uchun agar bu shirinlikni qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, kam porsiyada qilib ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Masalan, bitta olmadan tayyorlab ko'ringlar. Shunda menga o'xshab 4 ta olmadan bir dunyo tayyorlab olib, keyin kimga yedirishingizni bilmay yurmaysiz. Shunaqa chestnoy odzivlar kerak bo'lsa, menga podpiska bo'lib oling. Like esdan chiqmasin. Yana qaysi trenddagi retseptlarni sinab ko'ramiz? Kommentda yozib keting.